Bo'ydoqlar, diqqat qilinglar, bir hikoya aytib beraman, juda ham ibratli. Bir yosh oila turmush qurganiga ancha yil bo'pti va har doim urush janjal bo'lar ekan turmush qurgandan beri. Va ularni ro'parasida bir qo'shnisi bor ekan. Ularni ham turmush qurganiga 5-6 yil bo'pti, lekin ulardan bir qattiq ovoz chiqmas ekan, baqir-chaqir bo'lmas ekan. Ya'ni har doim tinchlik u oilada. Va bir kuni janjalkash xotini eriga aytibdi, shu qo'shnining uyiga chiqib kelingchi, nimaga ular bunchalik urushmaydi, nimaga ular tinch yashaydi. Derazadan mo'ralab qarab tursa, ayol kishi yerda kir yuvib o'tgan ekan. Va kirni oldida bir chelak turgan ekan. O'sha chelakga eri bu yoqdan kelib, chelakga urilib, chelak aylanib ketibdi o'sha yerda. Ayol kishi o'shanda uzr so'rar ekan eridan. Kechirasiz, men o'sha chelakni oyog'ingiz tagiga qo'yib qo'ydim, aslida chetga olib qo'yishim kerak edi, deb uzr so'rar ekan. Bundoq qarasa, eri ham uzr so'rayotgan ekan. Aslida men kechirim so'rayman sizdan, chelak bor joydan o'tmasligim kerak edi, aylanib o'tishim kerak edi. Men o'zim qo'pollik qildim deb bir-biridan kechirim so'rar ekan, bir-biridan uzr so'rar ekan. Va uni ko'rib turgan erkak uyiga qaytibdi. Nima ekan? Biza urushgan paytimizda ikkalamiz ham pravmiz. Ya'ni men ham o'zimni prav deyman, sen ham o'zingni prav deysan. Shu bois bir-birimizni hech bir chiqisha olmas ekanmiz debdi. Aslida ularnikida naborot. Ular qanaqa situatsiya bo'lsin, qanaqa janjal bo'lsin, ikkalasi ham o'zini minusini bo'yniga olib, uzrni so'rab, bir murosaga kelar ekan. Shuning uchun ularda boshqa urushga, talashishga, bir-birini xafa qilishga pachti sabab yo'q ekan. O'sha eskilarimiz to'g'ri aytishgan, egilgan boshni qilich kesmas degan gapda juda ham katta ma'no bor aslida. Shunchaki uzrimizni so'rasak, bir joyimiz kamayib qolmaydi. Kechirimli bo'laylik, har doim bir-birimizni hurmat qilaylik.